Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 4-oyning 15-kuni chorshanba. Ma yaqinqi bir haftada yig'ilgan uchurlarni sizlarga yetkazib deb berib chiqishim. Oldi bilan menga to'xtamay har xil muhim uchurlarni yetkazayotgan barliq qarindoshlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Agar sizlarniki yordaminglar bo'lmasa, men maaşını qılamaydım. Naydı suyunu məsələdən toxtamay hər xil vasitələr bilan uçuraya gəlib mənə vətvat istənsizlər köp rəhmət. Vətəndəki vəziyyət yaxında çiğnəyib getdi. Hazır mənə gələn köpüncü uçurlar şu tərəfdə kevatıdı. Hazır qaydıdan təkşürüş, yolda təkşürüş, öyge kirgənlərini təkşürüş, andakin soğudu saraylarına hatta kiçik kiyim dükkanlarına kirgəçilik təkşürüş, Uyğurlarını təkşürüş yine qaytadan çiğnəyib getdi. Burun kiçik ballarını anca təkşürməyikən də hazır kiçik ballarını mı kimlikini təkşürüb, tizimlab, telefon numaralarını yazılıb degəndək. Açdaq bir yerdən yemirəyə mənsə açdaq qılğan olub kitibdi. Şu umumizlik əhval yaxında vəziyyət yine qaytadan çiğnəyib getdi. Xitay ziyalıları deydi. Xitayda umumizlik yine medet inqilabidagi ahvol kurilishi mumkin deydi. Şu Xitay virusiniki ta'siri iqtisodniki to'lab ketishi yangidan kelib chiqadigan masala tufayli masalan Xitayda ochliq ofati bo'lishi mumkin. Ochliq bo'lg'achqa yana burungi medet inqilobiga qaytishimiz mumkin deydi. Amaliyotda bizning vatanda hazır şu medet inqilobiniki alomatlari allaqachon kurilishga boshladi. Mesela öymü kirib tekşürüp sırtın kelganlar bormi, tuqqanlar bormi, kelib turayotgan tuqqanlar degan ashuni tekshiriq ashlar bo'lib ketdi. Ondan keyin hozir yaqin tuqqanlarmi bir-birisini uyiga xohlagancha boramaydigan o'ziniki yaqin tuqqanlarini, akisini, singlisini yo'qlash uchun o'simi ruxsat olmasa bo'lmaydigan. Ruxsat olgandan keyin qatma-qat tekshirishni yutib, ondan keyin bu ishni qila oladigan ahvol shakllandi hozir. Yakında bir hikaye anladım. Hikaye emas bu iş. Bir kız atasını yo'qlab berib, atasını yo'qlash ruxsat xati bo'lmaganligi uchun atasını uyning qashig'i berib uyga kirolmay, atanisi uydan tamir etib, chiqib rishatkadan sunib bergan ahvol bo'libdi. Uyg'urlar ahvoli hozir mushtaq bir darajaga kelib qoldi. Ondan keyin hazır endi lagerlardan qo'yib berish hali yaqinda hali bo'pti. Bir qismi yerlarda lagerdan qo'yib o'tish bo'libmi 4-oyiniki 3-4 kunlari. Endi bu qo'yib berilganlarni cho'qim ishlaysan deb shuni majburlab o'tibdi. Ba'zan lagerdan chiqqan yosh bolalarni tovar do'koni ochib, masalan Qashqarda ashula qitga ular do'konchilarga pulim yo'q desa yana qaytadan akir ketibdi. Yakında çıkan videolarını gördüler. Hazır yaş Uygur kız oğullarını işkireye gidip bakan ahval intayin eğir. Bunun videoları çıkmadı, toxtamay çıkmadı da. İşkirden naiti sistematik tutarlı kaldı Xitaylarına ekilip Uygurlardan tatvağa yerlerini ulağa taksim qilib biratıdı. Bu to'liqmi videolar çıkmadı. Ondan başka videosu çıkmagan yani bir ahval var. O nima deganda hazır Şarq Türkistan'da kelib qolgan Uyg'urlarni bir joydan bir joyga yo'tkash. Janubnikini shimolga yo'tkash, shimolnikini janubga yo'tkash. Qashqarnikini G'uljaga, G'uljanikini Qashqarga, Xotanni Turpanga, Turpanni Xotanga degandek. Yolg'iz yo'tkashdan bo'lib qolmasdan, o'sha yo'tkalgan vaqtida bular butun urug' tuqqanlari hammasini tang yo'tkab lekin urug' tuqqanlarni, yaqin tuqqanlarni bir yerga olmay chechitib qolgan ahvol bor. Buningda hozir bunda qancha cho'ng maqsadi bor Xitoylarniki. Buning birisi shu 2017-yildan keyin lager, turma va uning sirtlarida o'lib ketgan Uyg'urlar soni intayin ko'p. Har bir yurtda. Endi bu odamlarni o'tkib etsa, bir Uyg'ur bir yangi joyga ko'chib qolsa, u yerda burun kimlar yashagan, kimler ölüp gitti, kimler tutulup gitti bilmeydi. Benim farzimce Xitoyniki eng cho'ng maqsadim shu.
ikkinchisi Uyg'urlardagi o'z yurtiga bo'lgan bağlanış, ro'y bağlanış intayin kuchli. Şuna biz Aqsuliq, Qashqarliq, Xo'jaylik uzun muddat necha asr ashundoq millatni oldin o'rin qo'ymay, yurtni oldin o'rin qo'yib yashaydigan ahvol intayin kuchli. Buning ta'siri chet eldami bor? Masalan, Xo'janda nimada Turkiyada Xo'jayliklarniki to'pi, Qashqarliklarning to'pi, Otishlarning to'pi degandek, Oljoqlarning to'pi degandek to'plar bor ekan. Bunun ta'siri chet eldimi bor. Hozir endi Xitoylar shu o'zining yurtiga bo'lgan ro'yxatdagi bog'lanish, shuni bog'lanish zanjirlarini uzib o'tishga qattiq tirishyapti. Boshqa yurtga kelsa, u narsalarimiz yo'qaydi degan gap. Uning ustiga tuqqanlar bir yerda bo'lmagan ekan, Uyg'urlarniki asmasiya bo'lishi tezlashadi. Buni hammasini Xitoylar planlab qo'yadi. Yaqinda xil o'ylandim men. 1983 yılı bir yıl Şanghay Qatnash Üniversitede bilmoq olgan. Ben o'qish bitirib Şinjan Üniversitesiga ma'lum o'qib qolgandan keyin hech qanday dars o'tmay turib shu meni bir yillik ma'lum shu yerda bir yil bilmoq olgan. Shu chog'dalamkin Xitoy hokimiyati shu sistem injenerlik ishlarini intayin qattiq tutgan. Masalan, men 1983 yılı Şanghay Qatnash Üniversitesida Sharqiy Turkistondagi tabiiy boyliqlarni sistem injenerlik nuqtasida turib aniqlab chiqib statistika qilgan bir qatnashganman. Xitoylar shu vaqtdan tortib butun ishlarga bir xil sistem injenerlik nuqtasidan qarab ashta ish qilib bo'lgan. Hozir yaqinda o'ylab qoldim. Hozir butun dunyo Xitoy virusiniki ta'siri bilan jiddiylashib ketdi. Başqa ishlarga ancha diqqat qilolmaydigan bir holatga kelib qoldi. Lekin bu Xitoyning hamma ishlari nihoyatda cho'ng doirada intayin sistemalik ketyapti. Buning ichidagi bir muhim qismi Uyg'urlarni yo'q qilib etish yo'lidagi tadbirlari. Bu intayin sistemalik mukammal ketyapti. Men hozir sizlarga ahvollar ashuniki bir qismi. Uyg'urlarni ichkiga o'tkash, ichkiliklarni Sharq Turkistonga o'tkash, Janubnikini shimolga o'tkash degandek ishlar. Undan boshqa yaqinda yana videolarni ko'rdinglar. Qashqarda bir to'p Uyg'ur yoshlar Xitoy pardasiga to'y qildi. Qizlarni ravoq silib, to'tadan ko'tarib minib degichilik endi kiyimlarimiz Xitoycha bu ishlar bo'lyapti. Ondan keyin yaqinda ancha e'lon qilinmagan bir qism ishlar bor. Men bularning hammasini inglizcha yozib chiqaryapman sizlarga deb qo'yasizlarga. Twitterga men shu kelgan uchurlarni turliq inglizcha yozib taqdiryapman. Yana bir ahvol nima desa, hozir ishga olib borib qul ish chiqayotgan Uyg'urlarning ichida, Uyg'ur erlarning ichida to'y qilganlar bor ekan. To'y qilgan yosh bolalari bor ekan, bolalar yo'qlar bor ekan, ashta erlar bor ekan. Hozir ba'zi Xitoy organlari shu Uyg'urlar qul ish cho'p ishlayotgan shaharlardagi shu pashvozlik ishlari bilan shug'ullanib jon boqadigan Xitoy ayollariga 300 so'm pul berib, Uyg'ur erlari bilan munosabat o'tkazib, uni videoga olib, lekin bu videoni vatandagi ayoliga o'tib, ayolini ajrashtirib, lekin bu ayollarni Xitoy to'y qilg'izilgan ish bayqaldi yaqinda. Menga birisi yetkazdi buni. Buniki doirasi qancha doirada o'qimadim. Buniki cho'ng jihatga natijasi nima desa, Uyg'urlarni asmasya qilib yo'q qilib etish foydali bu. Shunga nihoyat zo'r foyda qo'shadigan narsa shu nuqtadan qilyapti. Konkret ishlarni kim qilyapti desa, orliqda pul topadigan odamlar qilayotgan bo'lishi mumkin. Hukumatning xabari bor. Bu o'ziga foydali bo'lishini to'smaydi. Ayada bir ayolga 3000 so'm pul berib, erlar bilan unda munosabat o'tkazgan bilan miyada ayol Uyg'ur yosh Uyg'ur xonimlarini Xitoyga berib etib, Xitoydan nurg'un pul oldigan gap. Men o'zim ashta faraz qildim. Endi bo'g'ash voqeani o'zi bo'lgan voqea, lekin men buni qanday tushunsak bo'ladi deb ashta tahlil qildim. Xarinlarda bor Xitoylar shu bir bola tuzum yo'l qo'ygandan keyin erlarning soni ayollarnikidan chiqib eshib ketdi. Intan cho'ng tamponsizlik bor.
meniki burunqi anladığımda 20 milyondek erlerge ayal yok. Aşağı bir ahval vardı. Ondan keyin Xitoylar yana Afrikani tizginlash, Afrikani o'ziga bo'ysundirish uchun Afrikadan o'g'illarni akib o'qitib, aqsi o'qitib, ularga Xitoy qizlarini berib, u tarafga Xitoy qizlarini chiqarib bular. Aşağı bu başqa hozir ayol yetishmaslik ahvoli intayin og'ir. Bu ikki qushqashni bir chamida so'qidigan ish. Shu bu ish bo'lib o'tibdi. Andaki Sharq Turkistondagi to'y qilgan erlarni bir qismlarini eziq turib, Xitoyda to'y qilgan ahvol bor ekan. Uyg'ur ayollar to'simi. Bana bir konkret iş geldi bununda. Ayolu anlap onu, yerinin başka bir Xitoy ayolu bilan to'y qilganligini anlap olganda kim bo'ldi, ajrashmayman, erim nima ish qilmaydi, men uyni buzmayman, necha balam bor deb uyni tutaverman degan ahvolni anladim. Ondan keyin lagerdan chiqqan ba'zi yoshlarni Qashqarda tovar bozori ochsan, hozir shu lagerdan quyib berilganlarga umumiy talab ish topsan deb talab bor ekan. İş tapamasa bularni qo'li chiqib akitadi ekan yoki bo'lmasa yana qaytadan lager usulga ahvolda. Men to'liq konkret ahvolni anladim. Ish kerak akib olgan yoshlarmi shundaqlarniki bir qism bo'lishi mumkin. Bularni xizmat topsan deb majburlab xizmat tepish imkoniyati bo'lmasa, nasib chiqarib ishlaysan deb akib olgan bo'lishi mumkin. Yeni bir kelgan muhim uçur hozir endi Uyg'urlarni asosan burungi dachi uylardan ko'chirib cho'ng binolarga chiqarayotgan ahvol Sharq Turkistonda umumiy bo'lgan. G'uljida bir qancha mahallalar qoldi ekan. Masalan, Tashlabka rayoni deydi, shu rayonda bir qancha mahallalar bor ekan. Uyg'urlarniki dachi uylar bor o'zlari. Nihoyatda isil naqshlarni ishlatib yasagan uylar. Hazır nöbet şu öyle yaptı, onlarını birden çekip Uygurlarni ko'chaga qildirdi binoga. Buni gibi videolardan chiqardim men Twitterga. Nechta chiqardim bundan. İngilizce taratquga. Hozir bu ishda müzik başına ketibdi. Ashta bo'lganda Uygurlarniki an'anaviy uylardanmi shu 1-2 yil ichida butunlay ayrilib qolgan şeyimiz. Men belki Konu bek yerim boldu bu işlarga. Hazır hem de Uygurlardan nima qoldi deb o'ylagan bo'ldim men. Hazır hem de kishilarga bizning bunda narsamiz bor desak biz nima deya olamiz? Bizda nima qoldi hozir? Bizda nima qilib qoldi qo'limizda? Deb o'ylagan bo'ldim. Burun Viktor Godiya Xitoy Xinjiangdagi Uygurlarning hammani qo'shsa Uyg'ur nüfusi 6 yoki 7 milyon chiqadi degan 2018-9 ayda. O çağda bu gaplarni bir plandak anlattı. Hazır bu qanday ahvol? Hazır Uyg'ur nüfusidan zaten qancha qolib qoldi Sharq Turkistonda? Boshqa savollarni turyapti men qo'llarim. Hozir biz zaten nima qolib qoldi hozir? Ondan keyin yaqinda yuz berayotgan yana bir ahvol hazır ota-ona vatandaşlar bilan chet elliklarniki WeChat orqali, Indidar orqali aloqalashish ishlari biroz kuchayganda yoki bir qism ota-onalarni bolangniki turayotgan yeri, atrofidagi ko'rinish, adresi, narsaniki rasmini, videosini aytib bersinda qisqarayotgan ahvol bo'lyotdi. Men buni bir necha yerdan anladim. Bu ishdan xabar deb qolaman. Endi xalqaro vaziyatchi. O'tgan yilning oxirida biraz bu bir qismat falan o'tirib qo'ygan shu 9 aydan keyin Amerikan saylovlari bu narsalar boshlanib ketsa, Uyg'urlarning ishi bir chetga qolib qolish mumkin deb. Hozir undan keyin bu yilning 5-ida Xitoy virusining chiqishi bilan hozir Uyg'urlarning ishi texmo bir tarafga qolib qoldi. Hozir bu inglizcha taratqularda Uyg'urlarning ahvollarini davatgan xalqaraga Uyg'ur qarindoshlarimiz ko'paydi, onun ichida men bor. Ashta quvvatimiz, lekin
onunla kivatkan inkas yoki bir tedbir cihetlerde bir narsani ko'rgili bo'lmaydi. O'tganlardan Xitoydagi virus chiqishidan burun bir kunda 10dan jiqroq inglizcha maqolalar chiqadi cho'ng medialarga. Hozir bir kunda birini topmoq tasib qoldi yaqin yoqda. Men bu ish qilayotgan ziyolilar har kuni e'lon qilingan inglizcha maqolalarni to'plab, uni bizniki necha yuz adamimiz var jiqqan xalqaro dunyoda. Shular har kunisi el-xatda mongdiratdi. Hem bir torbetligim chiqarayotgan uyg'uremergency.net degan torbetiga. Hozir shu ishlarni davom etishyapti hozirmi. Lekin ba'zida 2-3 kunda aram bir qatim qilyapmiz bu ishni. Maqola yo'q uyg'urlar to'g'ri. Shunga hozir bu Xitoy virusiniki bizga bo'lgan yana bir cho'ng ziynimish bo'ldi. Hozir hammadan Xitoy virusiniki balay afatidan qutulish bilan bo'lib ketib, uygulanishini sal bir tarafga qarab qo'yadigan ahvollar bo'lyotdi. Endi xalqarada bo'layotgan cho'ngroq parang Xitoydan mushqatimki Xitoy virusi bilan kelib chiqqan ziyonni to'ldirib bilish. Buningda moddiy ziyon bor, boshqa ziyon bor. Masalan, Amerikada 20 mingdan ko'p odam o'lib ketdi hozir. Uni qanday to'ldirib uqmayman. Lekin hozir maxsus cho'ng o'rinlarni qo'yib Xitoyga ziyonni qanday to'ldirib bilish haqida Amerikada muzokara olib bo'lyapti, Yevropada ham shunday. Ondan keyin Amerika xalqaro sayya tashkilotiniki pulini hozir to'xtatib turishni qaror qildi. 2 kun oldida Donald Trump boshliq qilyapti. U sayya tashkilotiniki 80% pulini Amerika berdi ekan. Hozir u xalqaro dunyo sayya tashkiloti xuddi Xitoyniki bir organdek bo'lib qolganligi uchun Amerika bu pulni to'xtatib biz tekshiramiz deb buni qilyapti. Ondan keyin Xitoy Birleşik Milletler Teşkilatı'nın kişilik hukuk konsulluğu kirib olgan yaqinda. Hozir Xitoyni u yerdan qo'g'lash ustidami ishlar olib borilyapti. Bu ishlar bir qism cho'ng ishlarniki bir qanchasi biz bilan bevosita munosabat yo'q, lekin ozroq munosabat bor ekan. Texi bu jihatda hozirga qadar bir natija chiqqani yo'q. Endi chet eldagi ziyolilar to'xtamay tirishayotdi bu jihatlarda. Shundaqdimi men chet eldagi ziyoli qarindoshlarni buningdan keyingi hayotini qanday o'tkazish haqida obdaroq o'ylab chiqishga chaqiraman. Ömrümüz israf bo'lib ketmasin. Biz nima ish qilaylik? Hozir qilayotgan bir qilgan narsamizni undan foydalangan xalq bo'lish kerak. Agar xalq bo'lmasa, qo'limizdagi narsalarniki qanday esli bo'lib ketishi, bilimniki qanchalik esli bo'lib ketishi qat'iy nazar bu xalq qolmasa uni qimmat qolmaydi. Andiki u xalq yashaydigan zamin bo'lish kerak. Shunga biz uchun eng muhim narsa vatan va millat. Bu ikkisiniki mavjud bo'lib turishi. Bizda hozirmi bor bo'lgan narsalarning saqlanib qolinishi hammadan muhim. Agar bu narsa bo'lmaydi ekan, bizning qolgan narsamizdan qimmat qolmaydi. Shunga chet eldagi ziyoli qarindoshlar o'sha o'rtaroq o'ynab chiqish chaqiraman. Hozir isloh qilish o'zgartish vaqti emas. Bu narsalarni o'zgartiraman, yaxshilayman degan vaqt emas. Hozir muhimi vatan bilan xalqni saqlab qolish bu muhim. Aniga qo'limizda bor qolgan narsalarni saqlab qolish intayin muhim. Uyg'urlarning madaniyatini, milliy kimligini Amerikadagi men va bir qism ziyolilar qurgan Uyg'ur Project fondiniki asosiy maqsad shu. Bu bahanasini saqlab qolish intayin muhim. Lekin bahanasini o'zgartiraman, yaxshilayman, isloh qilaman degan vaqt emas hozir. Agar ashta qilgan vaqtimiz bo'lsa, qanday qilgan chog'da vatandagilarni saqlab qolishga biroz foydasi bo'ladigan, bu qarshi qilsak biroz foydasi bo'ladi. Shu tarafga ko'proq boshqa qilsak hozir. Ashta qilgan chog'da boshqa xalqlarni to'g'ri qilayolamiz. Ularga biroz madad bera olamiz. Biz tadrijiy taraqqiyot jarayonida yashayapmiz hozirmi. Tadrijiy taraqqiyot nazariyasini amalga bilasizlar. Bu aslida jaliqlarga qaratilgan. İnsanlarning shu jaliqlarniki birisi amaliyotda
o'zimizniki tarixini udan qarab o'ralgan bo'lsakmi, biz izchil turda shunaqa bir jarayon yashab ketganligimizni bayqaymiz. Endi insonlarning hayoti bir raqobatlash jarayoni. Zamonga, makonga eng yaxshi moslashgan kishilar hayot qiladi. Umisi yo'qaydi. Biz buni hozir qaysi taqdirga duch kelib qoldik, hammamizga ayon. Biz xosiyatni moslashamdik. Xosiyatni vaqtga, davrga moslashamdik, xosiyatni makonga moslashamdik. Hozir mushto'lqibda o'ynagan vaqt. Men izchil turda ikki narsani tang ta'kidlab kelyapman. Birisi o'zimizda bor narsalarni saqlab qolish, qo'dab qolish. Ikkinchisi millatni kuchlantirish. Agar bu ikki tang bo'lmasa, garchi bizniki bir qism narsalarimiz nihoyatda taraqqiy qilgandek bo'lsa-mu, uni qo'dab qololmay ekanmiz. Hozir biz duch kelayotgan hol shunday. Uyg'urlarniki nurg'un narsalar yaqinki 50 yilda nihoyatda obdan taraqqiy qilgan. Burunmu Uyg'ur madaniyati dunyoda nihoyatda ilg'or o'rni turadigan, dunyoga nihoyatda to'p qo'shgan, ta'sir ko'rsatadigan bir o'rindagi madaniyatdi. Yaqinda xil taraqqiy qilgan bu narsalar. Adabiyot, san'at, hamma jihatda. Lekin saqlab qolmayapmiz hozir. Millat tugash qarab ketyapti. Ashta bu boshqa hammadan qayta o'ylansak bo'ladi. Bu bola tarbiyasidan shunday. Bolani birinchidan obdan o'qitish kerak. Jon kasbidan o'qitish kerak. Meniki nurg'un Yahudi do'stlarim bor. Ashlarniki yaxshi maktab o'qigan, lekin shu ota-onalari shularni yaxshi maktab o'qitaman deb o'zlari 2-3 xizmat ishlab bolalarini eng yaxshi maktabga bergan, eng qimmat, eng yaxshi maktabga bergan. Ashta o'qitib. Shu Yahudilar hozir ma'lum darajada dunyoni so'rayapti. Bizning nüfusimiz Yahudilardan ko'p. Ama biz caddalışıp qoldik hozir. Şuna birisi bolalarni o'qitish kerak. Ikkinchisi bolalarni milliy kimlik bilan cho'ng qilish kerak. Bu to'g'ri men burun qismatlarni yozgan, leksiyamni so'zladim. Buningdikini azozdan chiqarib bu narsalarni yana biroz aslatay deb o'ylayapman yaqin vaqtda. Bizningki yo'limiz uzun yo'l ekan. Men aslida o'tgan yildagi bir qism o'zgarishlardan nihoyatda qisqa vaqt ichida ishlarimiz hal bo'larmikin deb nihoyatda umidvordim. Lekin hozir nurg'un ishlar men o'ylagandek chiqmayapti. Uyg'urlarniki qo'lidagi narsaning yo'qolishi bag'asir tizishyapti, bag'asir vashchilishyapti. Başta bu başqa amalan idijatdan uzun muddatli tayyor qilishimiz kerak. Hani abatman degan ish pek muhim. Bu vaqtda men keyinchayina ayrim to'xtalaman. Buguncha shuncha so'zlay. Ma'qulamsa ay to'g'ri bir ishni deb qo'yay. Bu Uyg'ur ona tili app aslida chiqib bo'lishga tegishli hozir. Aslida plan bo'yicha uni ufqala uni bitirib nimaga Apple do'konlarga selib boshlab ketgan ba'zi bir texnik masalalar ko'rib qolibdi. U appniki hajmi xili cho'ng, o'zim murakkab. Başta bu boshqa bu tunji qatim ishlatadigan alatlargacha ozroq texnik ishlar bor ekan. Shunga sal bir necha hafta kechikadigan bo'ldi, xabar topganlar. Lekin u davomlashyotir. U ufqlar hozir intayin kechikini qattiq ishlayotdi bu narsaga. Biz qilayotgan boshqa ishlarmi, shu Uyg'ur Project fondidan asl qilayotgan ishlarimiz normalni ketyapti. İmkan bor vaqtni tutib, hozir uyimizda bekor turayotgan vaqtni bilan foydalanish uchun biz bir qism ishlarni yo'lga soldik, ular ketyapti yo'lda. Keyin yana vaqtda bu to'g'ri so'zlab beraman. Ma'qulamsa, yana qatim ko'rishish omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Xudoyim omonat.